Rahmat bitta chiroyli qarsakiylar, quvnoqlar va zukkolar. Aziz do'stlar, biz keyingi navbatdagi nomerimizni hazilsiz e'lon qilishga qaror qildik. Bu chunki juda ham siz kutgan chiqish bo'ladi. Marhamat, quvnoqlar va zukkolardan o'z ijodiy faoliyatini boshlagan Bojalar guruhi shogirdi Shahzodbek hamda Jahongir Poziljonov. Marhamat. Mano sabrim mado, gap doim mano. Negadir bu holatimma umuman topmadim man davo. Kechami yo kunduzmi farqiga bormayman, o'zimga sig'may bugun hasratda yonaman. Nima deyverasan kelolmay bir qarorga, nega meni so'rasan to'zonni g'uborga. Alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon jonim. Alvido, jononim, alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon endi azizim, alvido. Mana endi o'zingdan ko'r izlanma, yetar so'zlanma. Bo'ldi kech qaytmayman endi kech. Kechami yo kunduzmi farqiga bormayman, o'zimga sig'may bugun hasratda yonaman. Nima deyverasan kelolmay bir qarorga, nega meni so'rasan to'zonni g'uborga. Alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon jonim. Alvido, jononim, alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon endi azizim, alvido. Alvido degan so'z o'zini bilib bilsanmi? Alvido degani bu sen bilan boshqa ko'rishmaymiz degani. Sen meni, men seni umuman ko'rmaymiz, so'zlasha olmaymiz. Seni so'zingni men tinglayolmayman, meni so'zimni sen tinglayolmaysan. Ertayinning ko'chada yurishim bor, oshna og'aynigarchilik, choyxona qo'llab osh ustida meni ustimdan kuladigan gaplar bo'lishiga harakat qilmasliging kerak edi. To'ydan keyin ota-onangiz bilan emas, alohida yashaymiz demasliging kerak edi. Mana oxir oqibat nimaga yetib keldi? Sen bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Men chunki men ota-onamni yaxshi ko'raman. Tushundingmi? Sandaqaligidan topib olish oson. Shuning uchun men endi alvido. Понятно? Shahzod Rahimov, qarsakiylar bo'lsin!